Gvardiola bu o'yinni asosiy yulduzlarisiz o'tkazdi, ammo baribir g'alaba qozonishdi. Leeds City uchrashuvi juda qiziq boshlandi. Maydon egalari ilk daqiqalardanoq hujumga o'tdi. Calvert-Lewin Navesni qabul qilib, uchib kelgan holda zarba berdi, ammo nishondan chetga chiqardi. Juda yaxshi imkoniyat qo'ldan ketdi. Birinchi bo'lim davomida Leeds shaharliklarga bosim o'tkazdi. City esa asta-sekin o'yinga kirib keldi. Nunes jarima maydoniga uzatma berdi. O'rayli zarba berdi, ammo darvozabon qutqardi. Keyingi hujumda esa City maqsadga erishdi. Jamoa hujumni tashkil qildi. Ayt-Nuri markazga prostrel berdi. U yerda Semenyo yetib kelib, to'pni to'rga joyladi. 1-0. Gol aynan tanaffus oldidan kiritildi. Ikkinchi bo'limda City ustunlikni deyarli yo'qotay dedi. Calvert-Lewin yana Navesdan keyin zarba berdi, ammo Nunes tez harakat qilib xavfni bartaraf etdi. City ham javob hujumlari uyushtirdi. Marmushga yaxshi pas chiqdi, lekin u darvozaga 1 metr qolganda aniq zarba bera olmadi. Keyin Semenyo ham dubl qilish imkoniyatini boy berdi. Himoyachi Buche yaxshi o'ynadi. Burchak zarbasidan ham gol chiqmadi, chunki darvozabon to'pni qaytardi. Leedsda hisobni tenglashtirish imkoniyati ham bor edi. Bir vaziyatda Nunes qo'l bilan o'ynadi, ammo hakam hatto VARni ham tekshirmadi. Bu qaror Leeds murabbiyini juda jahlini chiqardi. U hakam bilan bahslashish uchun maydon chetidan chiqib keldi va natijada qizil kartochka oldi.